Messi qahramonlik qilishga urindi. U to'pni yugurdi, ammo oxirida uni tribunaga, to'g'ridan-to'g'ri Real muxlislari tomon tepib yubordi. Albatta Pepe bunga jim qarab turmadi. U darhol Messi tomon yo'l oldi va hammaning xayolidagi gapni aytdi. Sen aqldan ozdingmi? Shu bilan unga ogohlantirish berdi. Keyingi epizodda Messiga faol ishlatishadi, ammo shu payt Pepe kelib uning qo'liga bosib o'tadi. Xabar aniq edi. Bu yerda imtiyoz yo'q. Bu yerda tegib bo'lmaydigan odamlar ham yo'q. Keyin Valensiya futbolchisi Real o'yinchisiga juda qattiq patkat qiladi. Pepe buni ko'radi va darrov uni ogohlantirish uchun boradi. Keyingi vaziyatda esa u o'zi bilgan yagona uslubda javob qaytaradi. Kuchli to'p olib qo'yish harakati. Avval bosh bilan to'pga o'ynaydi. Keyin esa Sergio Ramos bilan birga kulib qo'yadi. Ammo eng qizig'i Cristiano Ronaldo bilan bo'lgan epizodda yuz beradi.